hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alamiz. The Siyasat Daily to'rining 16 aprel kundagi xabariga qaraganda, Saudiya Arabistoni 4 nafar Uyg'urni chegirdan chiqarib Xitoyga qaytarishni to'xtatdi. Dunyo miqyosidagi inson haqlari guruhlarining norozilik bildirishi natijasida Saudiya Arabistoni chorshanba kuni bir nafar ayol va uning 13 yoshli qizini o'z ichiga olgan 4 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berish planini to'xtatdi. Angliyada turishliq kishilik huquq tashkiloti Xalqaro kechirim tashkilotining xabariga qaraganda, bu xil jamoatlar va uning 13 yoshli qizi 31 mart kuni Saudiya Arabistonining Makka atrofida qo'lga olingan va soqchilar ularga uzundan buyon tutib turayotgan 2 nafar er bilan birlikda chegirdan qo'g'lab chiqarib Xitoyga qaytaradiganligini aytgan. Xalqaro kechirim tashkiloti axborot vositalarida Saudiya Arabistonining bu 4 nafar Uyg'urni qaytarib bermasligi uchun Saudiya Arabistoni bilan diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarni Saudiya Arabistoni bilan darhol aloqalashishga chaqirib, ularni o'zlari xohlagan davlatga qaytarishni talab qilgan edi. Plan bo'yicha Xitoyga qaytarish o'tgan chorshanba kuni amaliyleşilgan, ammo Saudiya Arabistoni Xitoyga qaytarishdan voz kechgan. Kishilik huquq tashkilotining aytishicha, diniy olim Abdulla Veli va uning do'sti Nurmuhammad Ro'zi 2020 yil noyabrdan boshlab Saudiya Arabistonida tutib turilgan. Xalqaro qonunning qaytarib bermaslik prinsipiga asosan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiynashga qarshi turish ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lish bilan Saudiya Arabistonining hech kimni zulmga, zolimga, inson qalbidan chiqqan xo'r muomalaga va yo jazoga uchrash xatiriga ihtirib bermaslik majburiyati bor ekan. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti biz Saudiya Arabistoni padişahlıqının 4 nafar Uyg'urni chegirdan qo'g'lab chiqarib Xitoyga qaytarib berishdan voz kechganligidan nihoyat xushal bo'ldik. Biz Saudiya Arabistoni podishosining qo'lga olingan Uyg'urlarni darhol qo'yib berib, 3-chi davlatga bexatar o'tib ketishiga kafolatlik qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Common News to'rida 17 aprel kuni dunyo Xitoyning yangilangan xitoylashtirish harakatiga diqqat qilish kerak degan temada e'lon qilgan maqolada Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi uchun Olimpik tantarbiya musobaqasi xalqaroda Amerika boshchiligidagi davlatlar tomonidan boykot qilindi. 2022 yilgi Dunyo doklati nomli doklatda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoyni atalmish Xinjiang va Hong Kongdagi fuqarolarning erkinligi shundaqla kishilik huquqini rəhimsizlarcha bostirish bilan aybladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi turk xalqlarini sistemalik bostirishi va qayta tarbiyalashi, Tibetda yurgizayotgan bostirish, osmon qilish siyosati qatorliqlar xitoylashtirish yangi yo'nalishidagi planning nuqul bir loyihasi. Amaliyot texmo qattiq, texmo azobliq. Xitoy Hong Kongdami demokratiyani bostirish harakatini yurgizadi. Ichki Mong'oliyadami cheklamalar ko'p. 2020 yil oktyabrda Xitoy hukumati Fransiyadagi Mo'ng'ul tarixi va madaniyatiga aloqador ko'rgazmani to'xtatdi. Xitoy davlat mashinalarini ishlatib, osonliq millatlarni jimiqtirib qolmay, yana asosiy iqlimdagi o'xshamagan fikrdagilarni jimiqtirdi. Yig'inchoqlaganda Xitoylashtirish o'yin kitobining 3 qadami bor. Biri dinni xitoylashtirish, yana biri etnik kimliklarni yo'qotish uchun kommunistik ideologiyani yo'lga qo'yishni maqsad qilgan yangidan tarbiyalash. Üçüncüsü, o'xshamagan fikir iqimidagilarni ayirib o'tish. Undaqda qanday qilish kerak? Xi Jinping boshlagan madaniyat va ideaviy assimilyatsiya jarayonining faqat Xitoy bilan cheklanadiganligini faraz qilish oddiy bo'ladi. Xitoylashtirishning asosiy obyekti Xitoy o'zi o'xshamagan osonliq deb atalgan millatlar. Xitoylashtirish o'yin kitobining 3 qadami boshqa davlatlarda qo'llaniladi. Iqtisodiy kuchning turtkisida Xitoy Kompartiyasi mashinalari asta-asta dunyoni qaytadan shakllantirdi. Taxminan 11 million chet el nufusiga ega Xitoylar hozir dunyo miqyosida 3-chi cho'ng milliy diasporani tashkil qiladi. Boshqa millat ko'chmanlariga o'xshamaydigani shuki, Xitoy diasporasi Xitoyning madaniyat va tilini ilgari surish uchun emas, balki iqtisodning eshishi va diplomatik maqsadlar uchun lobbichilikni osonlashtirishda ta'sir ko'rsatish quroli rolini o'ynaydi. Xitoy ko'chmanlarining tijoratining kuchi oshdi. Ba'zida sohibxon davlatning iqtisodini yangdi. Masalan, Sharqiy Janubiy Osiyoda Xitoy ko'chmanlar faqat oz bir qism nüfusni tashkil qilgan bo'lsa-mu, savdoda ustunlikni egalladi. Bu rayonning shaxsiy korxona boyligining 60%ni kontrol qildi. Xitoylashtirish tirishchanligining turtkisida ma'lum darajada muvaffaqiyat qozondi. Bir necha davlatni g'oyat zo'r qarz bilan jimiqtirdi.
Ular hozir qarzning tuzoqlariga aylandi. Bir balvoq bir yo'l tashabbusi Xitoyning emgak kuchining sirtqa eqishi va dunyoning har qaysi joylaridagi ojiz rayonlarga qarz berish orqali Xitoyning xitoylashish strategiyasini ilgari surishi mumkin. Dunyo bek kechikib ketishdan burun cho'qim Xitoy kompartiyasining hiylagar loyihalariga diqqat qilish kerak deyildi. Daily Caller to'rining 15 fevraldagi xabariga qaraganda, dunyoga mashhur tantarbiya kanali NBA'ning oldingi 10 komandasining bir xo'jayini Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga chetishliq ekan. Brooklyn Nets'ning xo'jayini Joe Tsai Amerikadagi shirkatlarda pay cheki bo'lgan hukumat bostirish harakati keng ko'lamda xohlagancha tutib turish va yuqori texnikalik nazorat qilishni qo'llashdagi rol uchun qora tizimlikka kirgizilgan Xitoy texnika shirkati Alibabaning muavin ijroiya raisi. U yana texnika shirkatining mablag' silish komitetini boshqargan. Alibaba Megveyga mablag' solgan. Shundaqla 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda Sinis Time uchun $620 million mablag' to'plashga yordam bergan. ESPNning dokladida yaqinqi moliya hujjati naql qilingan bo'lib, Alibaba hozir Megveyning 29.4% va Sinis Time'ning 7%ni kontrol qilgan. Sanoat va bexatarlik idorasining 2019 yili yuqorida tilga ilingan ikki Xitoy sun'iy idrok shirkati Amerikaning tashqi siyosat manfaatiga zid harakat qilganligi bekitilgandan keyin ular qora tizimlikka kirgizilgan. Megvey va Sinis Time'ning irqning psixik va harakat alayligini xotirlash, chiroy farqlantirish texnikasi Xitoyning kuzatish sistemasi bilan bog'langan. Megvey va Sinis Time Xitoy hukumatining sun'iy idrok, chiroy farqlantirish texnikasi orqali Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarni farqlantirish va iz qo'g'lishi uchun maxsus tadqiq qilib yasalgan. Xitoyning hozirgi 8 milliard 700 million dollarlik hisob mulkining yarmidan ko'proqi Alibaba va Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan munosabati borligi bayqalgan. NBA'ning o'zimi Alibabadan nafga erishgan. Xitoy bir tarafdan Xitoy kompartiyasini tanqiddan saqlab qolgan bo'lsa, yana bir tarafdan Amerikani tanqid qilguvchilarni iqtisodiy jihatdan qo'llab ijtimoiy adolat ishlariga necha 10 million dollar mablag' silishga va'da bergan. G'alaba men g'alaba qilaman degichilarga mansub. Men muvaffaqiyat qozonaman deb ishni boshlab, oxirida men muvaffaqiyat qozondim degichilarga mansub deydi Mustafa Kemal Atatürk. G'alaba, muvaffaqiyat o'zligidan insonga nisb bo'lib qolmaydi. Faqat buning uchun kuchli iroda bilan o'zliksiz tirishib to'lashga tegishlik badalni to'lagan vaqtida ondan nisb bo'ladi. Hech bir ish qulay vujudga chiqmaydi. Vatanning mustaqilligini qo'lga keltirish texmi shundoq. O'zliksiz izdinish, ter eqitish, zo'ri tepilganda qon eqitish badaliga keladi. Mushaqqatdan qochgan inson shon sharafini qo'g'dab yashashga muyassar bo'lolmaydi. Zolimdan shafqat, marhamat kutish, zolimning maytini etishdan qochish, taslimchilik, qulluq, nomusdir. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kögünənlər üçün köp rəhmət. Kelər qitimli proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət olğaysızlar.